pul qo'yib ko'rmagan ekanman shu zavodda boshliq. Endi hayolimga shunaqa narsa keldi. Kecha shu odamni ko'zim bilan ko'rdim. Hayolimga kelaveradi. Blogerlar, tiktokerlar Pul qo'ymasam ham maza qilib tomosha qilaman, lekin pul qo'yib ko'rmagan ekanman shu paytgacha. Taqribolar qo'yib yuradi. Men qo'ymasligimning sababi kompyuterxonam bo'lajadi. O'sha O'zbekistonda kompyuterxona ishlataydim-ku. Ha, bilaman. Kompyuter. Zal bor edi. Zal bor edi, kompyuterxona. Bir kuni bitta yaxshi bo'ladi, zo'r bola. Endi aytsam, balki tanishingiz ham mumkin, otasi zavodda boshlig'i, paxta zavodda boshlig'i. Tanishingiz kerak papa. Litilla spochkalar, qo'llarida bunday Rolex soatlar. Короче, oligarx bola-edi. O'zi ham rus aralash chiroyli bolacha kelib kompyuter o'ynaydi aka. 92-yil. Bir kuni keldi. Soat kechki payt 11larda keldim. Sardorjon dedi. Bitta kompyuter o'yin dedi, vebka ochasan dedi. Men kiraman dedi. O'rtadan dedi bittasini bo'lib berasan dedi. Men oldimga hech kim kirmasin dedi. Men o'yladim, endi dalbayot dedim, seks ko'rami kirib olib dedim. Bir hayolimga shunaqa narsa keldi. Men qayerdan bilaman? Oradan 1-2 soat o'tdi. Qip-qizil bala qip-qizil. Shunday chiqdi-da, kompyuterni o'chirmang dedi. Kelaman hozir. Shunday mashinani haydadi-da ketdi. Oradan 1,5 soat ham o'tgani yo'q. Kelyapti vahima bilan. Unday qilib, xuddi onasini emsa u bola bir 1,5 soat ichida dunyoni bir bonagi tashvishini yelkasiga olgandek kelyapti, yana. Yana kirib ketdi. O'sha xonaga yana kirib ketdi. Ittasi kuni abitda chiqdi. Siygani ham chiqmadi, chichgani ham, tualetga ham chiqmadi o'sha bola. Men o'ylaygar o'shanda ham hayolim kelgan yo'q. Shunda chiqib ketdi abitda. O'sha ittasi kuni abitda chiqib ketdi, mashinasi bilan ketdi. Bir kun o'tgandan keyin ertalab janozaga aytgan payti janozani eshitib qoldim. Men aytdim, "Palonchi janoza dedim, kecha dedim, mana shu yerda soppa-sog'lom o'tirgan odam dedim. Qanday dedim, bu yoqqa dedim, janozaga aytayapti. Men dedim, kecha shu odamni ko'zim bilan ko'rdim-ku dedim." Oradan bir oylar o'tgandan keyin gap chiqdi. U paytgacha chiqqan yo'q edi. $400,000 yutkizgan ekan. O'sha kechani o'zida. U uyga ketib, o'sha kechadan uyga ketib, telefonidan ham ittalabgacha bir bola tillolarini sotib, uylarini sotib, xotinini tillolarigacha sotib, o'sha turgan uyini ham dokumentatsiya qilib birovga sotib, magazinlargacha sotib, bir kechada farzand, bola, chaqa o'sha uyga ketgandan keyin ham hech narsasi qolmagandan keyin o'zini shunday osib o'rgan ekan. Ittalab shunday o'zini osib o'rgan ekan. Biz ekamizda chidab beramiz. Dilshod joniga barakalla. Endi har xil vaziyat bo'ladi, tog'a. Har xil. Ana shuni eshitganimdan keyin ana shu narsani o'ylaygar endi kimgadir yomonlamoqchi emasman. Kim tirikchilik kimgadir yo'qadi, kimga yo'qmaydi. Misol siz ham jigarim, Alibanat ham jigarim. Lekin ana shu narsa menga dars bo'lgan, o'g'a. Men shunday o'sha narsani pulim daxo'ya misol. Kirib turib pul qilaman, yana pul qo'yaman, qiziqaman. Endi